Men bitta hovlida ikkita turli jahannamni ko'rdim. Kechasi birining himoyasida o'zimni xavfsiz sezsangiz, tongda ikkinchisining olovida yonib kul bo'lardim. Men o'z qaynotam va qaynog'amning yashirin qurboniga aylandim. Bunga o'zim rozi bo'ldim. Assalomu alaykum azizlarim. Hikoyachi Momo kanaliga yana bir bor xush kelibsiz. Bugun men sizga inson naqadar tubanlikka tushishi va u yerdan qanday qilib yorug'likka chiqishi haqida so'zlab beraman. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Ehtimol bu mening eng qora, lekin eng samimiy iqrorimdir. Marhamat, qulayroq joylashib oling, biz boshladik. Odam qachon chinakamiga yolg'iz qoladi? Yonida hech kim yo'q paytidami? Yo'q. Odam eng ko'p olomon ichida yolg'iz bo'ladi. Erim vafot etganda men bor yo'g'i 22 yoshda edim. Hayotim endi boshlangan edi. Lekin taqdir shafqatsiz ekan. Avtohalokat mening butun dunyomni bir soniyada yulib oldi. Men katta, sovuq va huvillab qolgan hovlida erimning oilasi bilan qoldim. Ota-onam erta vafot etgani uchun mening borar joyim yo'q edi. Qaynonam meni uydan haydamadi. Ammo uning har bir nigohi meni ezib tashlardi. Sening o'rningga o'g'lim tirik qolsa bo'lmasmidi, degandek qarardi u. Men bu uyda tirik murdaga aylandim. Qora libos kiydim. Sochlarimni tugib, o'zimni butunlay unutdim. Kunlarim ovqat qilish, hovli supurish va kechalari yig'lash bilan o'tardi. Yuragim muzlab qolgan, qonim tomirlarimda harakat qilishdan to'xtagandek edi. Ammo inson tanasi va ruhi juda g'alati narsa ekan. U doim yashashga, issiqlikka talpinar ekan. Men o'zimdagi ayollik hislarini o'ldirdim deb o'ylagandim. Lekin ular shunchaki chuqur uyquga ketgan ekan. Bahorning ilk kunlari edi. Havo biroz iligan. Men olma daraxti ostida yolg'iz o'tirardim. Qaynotam Usmon aka ishdan qaytdi. U 50 yoshlardan oshgan, juda salobatli, so'zi o'tkir inson edi. U doim menga qattiq qo'l ota kabi muomala qilardi. Lekin o'sha kuni u yonimga keldi. Uning ko'zlarida men avval hech qachon ko'rmagan qandaydir yumshoqlik, qandaydir og'ir dard bor edi. U yonimdagi o'rindiqqa o'tirdi. Biz uzoq vaqt jim qoldik. Faqat shamolning pichirlashi eshitilardi. "Sen juda yoshsan, qizim", dedi u to'satdan. Uning ovozi past va xirillab chiqdi. "Men sening ko'zlaringdagi o'limni ko'rib azoblanyapman. Sen yashashing kerak." Uning bu so'zlari muzlagan yuragimga bir tomchi issiq suvdek tomdi. Men ko'zimga kelgan yoshni yashirish uchun yuzimni o'girdim. Shu payt uning katta, qadoq qo'llari mening yelkamga qo'yildi. Bu oddiy otalik teginish emasdi. Uning kaftidan shunday issiqlik taraldiki, butun vujudim titrab ketdi. Men qotib qoldim. U qo'lini darhol tortib olmadi. Aksincha, barmoqlari bilan yelkamni ohista ezdi. Bu kichik teginish mening ichimdagi o'lik ayolni bir soniyada uyg'otib yubordi. Nafasim qisildi. Men unga qaray olmadim. O'rnimdan turib xonamga qochib kirdim. O'sha tun men uxlay olmadim. Mening badanim yillar davomida mehrga, teginishga qanchalar tashna bo'lganini endi tushunib yetgandim. Lekin bu uyda faqat qaynotam emas, qaynog'am ham bor edi. Sardor. U mendan 2 yosh katta, uylanmagan, erkin va olovli yigit edi. U akasining o'limidan keyin butunlay o'zgarib qolgandi. U doim menga uzoqdan, qandaydir yovvoyi, chaqnab turgan ko'zlari bilan tikilardi. Men uning nigohidan qochardim. Bir kuni kechqurun men oshxonada idish yuvayotgan edim. Hamma uxlab yotardi. Orqamdan shoshqin qadam tovushlari eshitildi. Sardor kirib keldi. U biroz ichgan edi. U to'g'ri yonimga keldi. Oramizdagi masofa juda qisqa edi. Uning yuzidan alkogol va qandaydir o'tkir atir isi kelardi. Men orqaga tisarildim. Lekin u ikki qo'li bilan stolni tirab meni qafasga soldi. "Nega doim mendan qochasan?" dedi u ko'zlarimga tikilib. Uning ovozida ham g'azab, ham chidab bo'lmas ehtiros bor edi. Men javob bera olmadim. Tomog'im qurib qoldi. Uning qo'llari belimga yopishdi. U meni o'ziga qattiq tortdi. "Sen akam bilan o'lmading.
Sen tiriksan. Buni qabul qil, deb pichirladi u. Uning lablari bo'ynimga tegdi. Men qarshilik ko'rsatishim, uni itarib yuborishim kerak edi. Vijdonim shunday deb baqirardi. Lekin vujudim xiyonat qildi. Uning qaynoq nafasi yuzimga urilganda men ko'zlarimni yumdim. Bu olov edi. Meni kuydirib kul qiladigan ehtiros olovi. U meni devorga qattiq taqab uzoq va ehtiros bilan o'pdi. O'sha tundan keyin mening hayotim ikkiga bo'lindi. Men o'z ixtiyorim bilan gunoh botqog'iga botdim. Men mehrsizlikdan shu qadar aqldan ozgan edimki, har qanday issiqlikka jonimni berishga tayyor edim. Sardor bilan uchrashuvlarimiz olovli, yashirin va vahimali edi. U doim shoshqaloq, doim talabchan edi. Uning quchog'ida men o'zimni shunchaki istalgan ayoldek his qilardim. Lekin u mening qalbimga kirmasdi. U faqat mening tanamni xohlardi. U men orqali o'lik akasining o'rnini to'ldirishga urinardi. Buni his qilganim sari ichimda yana bo'shliq paydo bo'la boshladi. Va aynan shu bo'shliqni qaynotam to'ldirdi. Usmon aka mutlaqo boshqacha edi. U shoshmasdi. Uning har bir so'zi, har bir harakati o'ylangan edi. Bir kuni qaynonam va Sardor qarindoshlarnikiga to'yga ketishdi. Uyda Usmon aka ikkimiz qoldik. Havo yomg'irli, qorong'i edi. Men xonamda kitob o'qib o'tirardim. Eshik sekin taqilladi. U kirdi. Uning qo'lida 2 stakan issiq choy bor edi. U stol yoniga o'tirdi. Biz uzoq suhbatlashdik. U mendan orzularimni, nimalarni yoqtirishimni so'radi. Yillar davomida hech kim mendan bu narsalarni so'ramagan edi. Men unga dardlarimni to'kib soldim. Yig'ladim. U sekin yonimga keldi. Mening ko'z yoshlarimni barmoqlari bilan artdi. Men seni bu qafasda o'lib ketishga qo'ymayman, dedi u. Uning quchog'i Sardorniki kabi yovvoyi emasdi. Uning bag'ri issiq, xavfsiz va tinchlantiruvchi edi. U meni ohista o'ziga tortdi. Uning lablari mening peshonamga, keyin yuzimga tegdi. Bu butunlay boshqacha ehtiros edi. Bu himoyachining, egalik qiluvchining ehtirosi edi. Men unga taslim bo'ldim. Chunki men himoyaga muhtoj edim. Shu tariqa men dahshatli bir uchburchak ichiga tushib qoldim. Kechalari Sardorning olovida yonsam, tongda Usmon akaning sokin, lekin chuqur qamoqxonasida uyg'onardim. Men o'zimdan nafratlanardim. Oynaga qarab yuzimga tupurgim kelardi. Lekin bu giyohvandlikdan qutula olmasdim. Ikkala erkak ham menga o'zimni tirik his qilishimga yordam berardi. Men 2 xil muhabbat, 2 xil lazzat o'rtasida sarson edim. Sardor yoshlik, ehtiros va jinnilik edi. Usmon aka esa tajriba, xotirjamlik va psixologik bog'liqlik edi. Ular bir-birini bilishmasdi. Men bu qora sirni yuragimda saqlab kun sayin adoy tamom bo'layotgandim. Vijdon azobi meni kechalari bo'g'ib o'ldiray derdi. Har safar qaynonamning yuziga qaraganimda o'zimni do'zaxda yonayotgandek his qilardim. U ayol o'z erining va o'g'lining xiyonatidan bexabar, menga rahmi kelib non berardi. Sir qancha yashirilsa, uning portlashi shuncha kuchli bo'ladi deyshadi. Bu ayni haqiqat. Kuzning oxirgi kunlari edi. Havo qattiq sovigan. Men Sardor bilan uning xonasida edim. Biz ehtiyotkorlikni butunlay unutgan edik. Ehtiros bizni ko'r qilgan edi. Eshik qulflanmagan ekan. Biz o'z dunyomizda sarxush yotganimizda eshik birdan qattiq ochildi. Ostonada qaynonam Nodira opa turardi. Mening nafasim ichimga tushib ketdi. Qonim muzlab qoldi. Nodira opa joyida toshdek qotgan edi. Uning qo'lidagi suvli piyola yerga tushib chil-chil sindi. Uning ko'zlaridagi hayrat, dahshat va ifloslikni ko'rish. Bu o'limdan ham qattiqroq jazo edi. Sardor darhol o'rnidan sakrab turdi. U nima qilishni, qayerga berkinishni bilmasdi. Nodira opaning lablari titrardi. U gapira olmasdi. Faqat bo'g'iq, yirtqich hayvonnikiga o'xshagan ovoz chiqardi. Ifloslar, haromilar. U shunday deb orqaga tisarildi va yugurib ketdi. Men yalang'och tanamni ko'rpalarga o'rab, ho'ngrab yig'lab yubordim.
Sardor menga qaramasdi. U shosha-pisha kiyimlarini kiydi. Uning yuzida ehtirosdan asar ham qolmagandi. U yerda faqat qo'rquv va o'z jonini qutqarish dardi bor edi. "Sen hammasini rasvo qilding", dedi u menga nafrat bilan qarab. Uning bu so'zi yuragimga xanjardek botdi. Men unga bo'ysungan edim. Endi esa u butun aybni menga to'nkayotgan edi. U xonadan yugurib chiqib ketdi. Meni yolg'iz sharmandalik ichida tashlab ketdi. Men qaltirab kiyimlarimni kiydim. Zal tomondan baqir-chaqir eshitilardi. Nodira opa dod solib yig'lardi. Men o'limga ketayotgan mahkumdek sekin zalga chiqdim. U yerda Usmon aka ham bor edi. Nodira opa uning yoqasidan ushlab, Sardor va mening qilmishimni qichqirib aytib berardi. Usmon aka menga qaradi. Uning ko'zlarida men uzoq izlagan o'sha himoya, o'sha "men seni qafasda o'lishga qo'ymayman" degan va'dani kutdim. Men unga ishonardim. U meni qutqaradi deb o'ylardim. Lekin men hayotimdagi eng katta darsni o'sha soniyada oldim. Usmon aka menga shunday jirkanish, shunday sovuqlik bilan qaradiki, men o'z o'rnimda qotib qoldim. U xotinining oldida o'z ismini toza saqlash uchun mendan mutlaqo yuz o'girdi. "Bu qanday ifloslik", dedi u qattiq baland ovozda. "Uyimizga ilon kirgizgan ekanmiz. Uni hoziroq uydan haydanglar." Uning bu so'zlari meni aqldan ozdiray dedi. Qanday qilib? Axir kechagina u mening sochlarimni silab menga tasalli bermaganmidi? Men uning uchun yashirin to'shakdagi sir edim xolos. Haqiqiy xavf tug'ilganda u o'z hurmatini, obro'sini tanladi. Meni esa itdek ko'chaga otdi. Nodira opa yig'lab turib mening narsalarimni sumkaga to'ldirib hovliga irg'itdi. "Yo'qol. O'g'limning ruhini harom qilgan iflos. Ostonamni boshqa xatlama", deb qarg'adi u. Kechasi soat 2. Yomg'ir shivalab yog'moqda. Men ko'chada bir dona yubka sumka bilan yolg'iz qoldim. Eshik ortimdan qattiq yopildi. Men eshik tagida tiz cho'kib ovozsiz yig'ladim. Meni butunlay yo'q qilishdi. Men mehr qidirib ehtirosga uchdim va oxir-oqibat tubsiz jarlikka quladim. Ikkala erkak ham meni sevmagan ekan. Sardor men orqali o'z olovini bosgan. Usmon aka esa yoshligini, o'zining erkaklik kuchini isbotlagan. Men ular uchun shunchaki asbob bo'lganman. Sharmandalik tushganda ikkisi ham erkaklik burchini unutib, meni yolg'iz tashlab ketishdi. Mahallada gap tarqaldi. Hamma meni toshbo'ron qildi. Qaynog'asi bilan yotgan buzuq degan tamg'i peshonamga urildi. Hech kim mendan so'ramadi. Hech kim mening qalbimni, nega bu yo'lga kirganimni tushunishga harakat qilmadi. Jamiyat doim faqat ayolni jazolaydi. Erkaklar esa oqdan oppoq bo'lib o'z hayotini davom ettiraveradi. Men poytaxtga qochib keldim. Hech kim tanimaydigan yot bir shaharga. Oylarcha ko'chada, ijaraxonalarda sarson bo'ldim. Pol yuvdim, idish yuvdim. Eng og'ir ishlarni qildim. Har kecha o'zimni o'ldirish haqida o'ylardim. O'sha zaharli ehtiros kechalari yodimga tushsa, o'zimni yulib tashlagim kelardi. Lekin vaqt eng zo'r tabib ekan. Og'riq asta-sekin pasaydi. Uning o'rnini sovuq, qattiq bir aql egalladi. Men tushunib yetdimki, meni bu ahvolga ular emas, o'z qo'rquvim, o'z zaifligim tushirgan ekan. Men kimgadir suyanishni, kimgadir qaram bo'lishni xohlaganim uchun shu ko'yga tushdim. Men o'qishga kirdim. O'zim ustimda ishladim. O'zimni qismlardan qayta yig'dim. Yillar o'tdi. Men endi o'sha yig'loqi, kimningdir quchog'iga muhtoj Laylo emasman. Men hozir o'z oyog'ida mustahkam turgan, o'z biznesiga ega kuchli ayolman. Yaqinda qishlog'imdan xabar keldi. Sardor ichkilikka berilib, avtohalokatda nogiron bo'lib qolibdi. Usmon aka esa og'ir kasallikka chalinib, to'shakka mixlanibdi. Ularning uyi do'zaxga aylanibdi. Men bu xabarni eshitib zarracha xursand bo'lmadim. Mening ichimda nafrat ham, qasos ham qolmagandi. Faqat chuqur bir achinish bor edi xolos. Bu ertak emas. Bu hayot. Xatolar qimmatga tushadi, lekin ular bizni ulg'aytiradi.
Ayol kishining eng katta dushmani bu o'zini kimgadir bag'ishlabgina baxtli bo'laman degan noto'g'ri tushunchasidir. Hech qachon o'z qadringizni birovning ixtirosiga, soxta e'tiboriga almashtirmang. Ular chiroyli so'zlar bilan keladi, lekin olov o'chganda sizni kul ichida yolg'iz tashlab ketishadi. O'zingizni hurmat qiling. O'zingizni seving. Qorong'i jarlikdan chiqish faqat o'z qo'lingizda. Agar hikoyamiz sizning qalbingizning qaysidir torlarini chertgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda ham muhim. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring, biz hammasini o'qiymiz. Shunday xatolardan o'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Siz bilan Hikoyachi Momo kanali bo'ldi. O'zingizni asrang, xayr.